Siz ham do'konga kirganingizda sizga kassir ruschada gapirib qolsa nima deyishni bilmay qolganmisiz? Assalomu alaykum. Men ismim Maryam Shuhratovna, ilm markazi ustozi bo'laman. Demak, bugun sizlar bilan do'konda, supermarketda, bozorda eng ko'p ishlatiladigan 50 ta iborani rus tilida o'rganamiz. Demak, bu gaplar shunchaki murakkab kitobdan olingan gaplar emas. Bular rus tilida ruslar har kuni hayotiy ishlatib boradigan iboralar. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu 50 ta iboralarni bilsangiz, siz istalgan do'konda o'zingizga ishonib bemalol muloqot qila olasiz. Bo'lmasam, boshladik. Birinchi 10 talik. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Добрый день. Xayrli kun. Добрый вечер. Xayrli oqshom. Вы открыты? Ochiqmisiz? До скольки вы работаете? Nechigacha ishlaysiz? Можно войти? Kirsam maylimi? Где находится касса? Kassa qayerda joylashgan? У вас есть корзина? Savat bormi? Где тележки? Aravalar qayerda? Мне нужна ваша помощь. Menga sizni yordamingiz kerak. Birinchi 10 ta ibora do'konga kirishdan oldin va kirganda ishlatiladi. Endi narx va to'lov iboralariga o'tamiz. Ikkinchi 10 talik. Сколько стоит? Qancha turadi? Сколько это стоит? Bu qancha turadi? Это дорого. Bu qimmat. Это дешево. Bu arzon. Есть скидка. Chegirma bormi? Можно дешевле. Arzonroq bo'ladimi? Я буду платить картой. Men karta bilan to'layman. Я буду платить наличными. Men naqd pul bilan to'layman. Дайте сдачу, пожалуйста. Qaytimini bering, iltimos. У вас есть сдача? Qaytimingiz bormi? Demak, ikkinchi 10 talik gaplarimizni ko'rib chiqdik. Endi mahsulot so'rash uchun iboralarni ko'rib chiqamiz. Uchinchi 10 talik. Где находится хлеб? Non qayerda joylashgan? Где молоко? Sut qayerda? Есть ли свежие овощи? Yangi sabzavotlar bormi? Покажите, пожалуйста. Ko'rsatib yuboring, iltimos. Дайте мне это, пожалуйста. Menga shuni bering, iltimos. Если это в другом размере, boshqa o'lchamda bormi? Это свежее? Bu yangi mahsulotmi? Когда истекает срок годности? Yaroqlik muddati qachon tugaydi? Это местный продукт? Bu mahalliy mahsulotmi? Мне нужен 1 kilogramm. Menga 1 kilogramm kerak. Demak, mana 30 ta iboralarni ham o'rganib oldik. Endi siz bu gaplarni boshqacha usulda ham ishlatishingiz mumkin. Bu sizga shablon, ba'zi bir joylarni o'zingizga moslab ishlatishingiz ham mumkin. Misol uchun, где находится хлеб emas, xlebni o'rniga boshqa so'zni qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Где находится мясо, где находится напитки deyishingiz mumkin. Keyingi iboralarimiz endi qanaqadir muammo, savolingiz bo'lsa, ishlatishga kerak bo'lgan iboralar. 4-chi 10 talik. Извините, я не понял, я не поняла. Мужской женский род. Kechirasiz, men tushunmadim. Повторите, пожалуйста. Qaytarib yuboring, iltimos. Говорите медленнее, пожалуйста. Sekinroq gapiring, iltimos. Это не то, что я хотел, хотела. Bu men xohlagan narsa emas. Можно вернуть товар? Mahsulotni qaytarish mumkinmi? У меня есть жалоба. Mening shikoyatim bor. Это испорченный товар. Bu mahsulot aynib qolgan. Вы можете позвать менеджера? Менеджерni chaqira olasizmi? Где туалет? Hojatxona qayerda? Спасибо за помощь. Yordamingiz uchun rahmat. Do'stlar, orada ozgina pauza olamiz. Agarda siz ham rus tilini shunaqa qiziqarli, tabiiy, amaliy usulda o'rganishni xohlasangiz, sizga ilm markazi kurslarini tavsiya beraman. Bizda 90 kunda razgovorga chiqishingiz kafolatlanadi. Agarda 3 oyda natijaga chiqa olmasangiz, to'lovingiz 100% qaytariladi. Video ostida havola bor, Telegram yoki WhatsApp raqamingizni qoldiring. Operatorlarimiz sizga barcha ma'lumotni berishadi va demo darslarni yuborishadi. Imkoniyatni boy bermang, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va rus tilini bugundan boshlab amalda o'rganishni boshlang. 5-chi 10 talik. Я хочу оплатить. Men to'lamoqchiman. Пробейте, пожалуйста. Kassadan o'tkazib yuboring, iltimos. Дайте чек, пожалуйста. Chek bering, iltimos. Мне нужен пакет. Menga paket kerak. Упакуйте, пожалуйста. Qadoqlang, iltimos. Все, спасибо. Bo'ldi, rahmat. До свидания. Xayr. Mana oxirgi 10 talikni ham yakunlab oldik. Bugun siz bilan do'konda ishlatiladigan 50 ta ruscha so'zlarni o'rganibmiz. Agarda bugungi video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang.
Keyingi videoda qaysi mavzudagi iboralarni o'rganmoqchisiz, izohlarda yozib qoldiring.